Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet 16, 17 va 18 aprel kunlari kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videorolikdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. 16 va 17 aprel kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 18 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 16 va 17 aprel kunlari 18-23 daraja, 18 aprel kuni 20-25 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 16 aprel kuni ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 17 aprel kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 18 aprel kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 16 aprel kuni kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja, 17 aprel kuni kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja, 18 aprel kuni kechasi 8-13 daraja, kunduzi 16-21 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 16 aprel kuni 20-25 daraja, 17 aprel kuni 18-23 daraja, 18 aprel kuni 16-21 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Harorat 16 aprel kuni kechasi 15-20 daraja, kunduzi 32-37 daraja, 17 aprel kuni kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja, 18 aprel kuni kechasi 10-15 daraja, kunduzi 17-22 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Harorat 16 va 17 aprel kunlari kechasi 12-17 daraja, kunduzi 21-26 daraja, 18 aprel kuni kechasi 10-15 daraja, kunduzi 16-21 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida esa havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. 17 va 18 aprel kunlari ayrim joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16 va 17 aprel kunlari 5-10 daraja, 18 aprel kuni 3-8 daraja iliq, 16 aprel kuni 12-17 daraja, 17 aprel kuni 10-15 daraja, 18 aprel kuni esa 8-13 daraja bo'ladi, deyiladi O'zgidromet veb saytida. Hurmatli tomoshabin, kanalimiz rivojlanishi uchun ushbu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.